Bismillahirrohmanirrohim. Abu Mulayh otalaridan rivoyat qiladilar. Otalari bomdodning 2 rakat sunnatini o'qiyotganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham bomdodning 2 rakat sunnatini uning yonida yengil o'qib bunday duo qilganlar. Allohumma robba Jibrila va Israfila va Mikaila va Muhammadanin nabiy sallallohu alayhi vasallama va a'udhu bika minan nar. Ya'ni ya Jabroil, Israfil va Mikail va Muhammadning, ya'ni sallallohu alayhi vasallamning Robbi bo'lgan Alloh sendan do'zaxdan panoh berishingni so'rayman. Bu joydagi a'udhu bika minan nar, ya'ni yuqoridagi duoning a'udhu bika minan nar degan joyini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 marta aytganlar. Ya'ni sendan do'zaxdan panoh berishingni so'rayman deb 3 marta takrorlagan ekanlar. Bizlar ham bomdodning sunnatini o'qib bo'lganimizdan keyin xoh erkak, xoh ayol o'tirib mana shu duoni o'qisak, inshaalloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qilgan duolarini biz ham aytgan bo'lamiz. Ya'ni Allohumma robba Jibrila va Israfila va Mikaila va Muhammadanin nabiy sallallohu alayhi vasallama a'udhu bika minan nar deb bizlar ham har kuni bomdod namozini sunnatini o'qib bo'lganimizdan keyin o'qiylik. Va Rasululloh de qilishlik uchun a'udhu bika minan nar, ya'ni sendan do'zaxdan panoh berishingni so'rayman degan joyini 3 marta takrorlab qo'yaylik. Shoyat Alloh subhanahu va taolo bizlarni do'zaxdan asrasa va jannatiga yo'llasa. Chunki bu joyda albatta sendan do'zaxdan panoh berishingni so'rayman deyapmiz. Albatta bomdoddan keyingi duolar qabul bo'ladigan o'rni. Mana shu duoni qilaylik va o'zimizni otashim bo'lgan, yonib turgan do'zaxdan saqlaylik inshaalloh. Imom Ibn Sunniy rivoyatlari.